Davom etamiz. Bir vaqtlar asosan uzumchiligi bilan tanilgan Oltinsoy tumanida bugun yo'lga qo'yilayotgan yirik loyihalar nafaqat ichki bozorni ta'minlayapti, balki eksport hajmini oshirishga ham xizmat qilyapti. Eng muhimi, bu o'zgarishlar oddiy insonlar hayotida ham sezilmoqda. Olovuddin Ro'ziyev tadbirkorlik faoliyatini boshlagan dastlabki kezlarda yangi sohaga qo'l urish oson kechmaganini aytadi. Chunki tadbirkorlik ishini boshlash, mablag' va bozor masalalari uni biroz cho'chitgan. Ammo sohani rivojlantirish uchun yaratilgan imkoniyatlar, imtiyozli kredit va moliyaviy qo'llab-quvvatlov uning ishonchini oshirdi. Bugun esa uning mehnati nafaqat oilasi farovonligiga, balki hudud iqtisodi va yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilmoqda. Ish boshlaganimizga 1 yildan oshdi. Oldin boshqa joyda edik, endi katta kompaniyalar bilan shartnoma tuzishni boshladik. Shuni hisobiga sharoiti yaxshi joyga keldik. Kredit olib 50 million kredit chiqardik. 10 ta xodim ishlayapti. Maqsad katta kompaniya, katta zavod bo'lib, bir 500-600 ta odamni ishlatish. Mana shu mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Bu palochka deyiladi. Tovuq farsh qilib chiqarilib, ichiga sir solinib, muzlatib tayyorlanadi. Buni kafelar bizdan sotib oladi-da, tayyor. Shunday yoqqa tashlab 3 minutda klientning oldiga chiqazib tayyorlab beradi. Prezidentimiz rahbarligida joriy yilning 24-aprel kuni hudud va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi chorak yakunlari tahlili hamda yil yakuniga qadar ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan aniq vazifa va topshiriqlar Oltinsoy tumanida ham amaliy natijalarga aylanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilning birinchi choragida tumanda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 84,4 milliard so'mni, bozor xizmatlari hajmi 248,6 milliard, qurilish ishlari esa 8,2 milliard so'mni tashkil etdi. Bu raqamlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6% o'sishga erishilganini ko'rsatadi. Hurmatli Prezidentimiz raisligida hudud va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi chorak yakunlari tahlili va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishidan kelib chiqib, Oltinsoy tumani uchun aniq chora-tadbirlarni belgilab oldik. Avvalo, joriy yilning birinchi choragida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida ijobiy o'sish sur'atlari ta'minlandi. Xususan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 84,4 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 105% ga o'sishiga erishildi. Investitsiya dasturi doirasida hududga 17,7 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirildi. Shu bilan birga 10 ta yangi loyiha ishga tushirilib, 29 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Eksport sohasida ham yuqori natijalar qayd etildi. Tuman bo'yicha birinchi chorakda eksport hajmi 3,8 million dollarni tashkil etib, o'sish sur'ati 148% ga erishildi. Yil yakuniga qadar sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 486,4 milliard so'mga yetkazib, 110% o'sishni ta'minlash rejalashtirilgan. Buning uchun avval ishga tushirilgan sanoat loyihalarining quvvatini oshirish, joriy yilda yangi 8 ta sanoat loyihasini ishga tushirish, past quvvatda ishlayotgan va faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalarni qayta tiklash choralari ko'riladi. Yuqorida belgilangan barcha chora-tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish orqali tuman iqtisodiyotida barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, aholi daromadlarini oshirish va belgilangan barcha ko'rsatkichlarga erishishga kafolat beraman. Video selektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosi doirasida sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida yangi loyihalarni amalga oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni kengaytirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqildi. Oltinsoy tumani hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda tumanda umumiy qiymati 46,3 million dollarlik 36 ta investitsiya loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, bu orqali yangi ishlab chiqarish quvvatlari va qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, eksport salohiyatini oshirish maqsadida tashqi bozorlar bilan yangi kelishuvlar ustida ish olib borilmoqda. Bu valyuta tushumlari va byudjet daromadlarining o'sishiga xizmat qiladi. Oltinsoy tumanida 2026-yilda umumiy qiymati 605 milliard so'mlik 36 ta hududiy investitsiya loyihalari amalga oshirilishi belgilangan. Ulardan 8 tasi sanoat loyihalari 40 milliard so'mlik, 14 tasi xizmat ko'rsatish loyihalari, 14 tasi qishloq xo'jaligi loyihalari hisoblanadi. Birinchi chorakda 10 ta hududiy investitsiya loyihalari ishga tushirilib, 29 ta yangi ish o'rinlari, doimiy yangi ish o'rinlari yaratildi. Tumanda birinchi chorakda 308 million dollarlik xorijiy davlatlarga eksport mahsulotlari eksport qildik. Ya'ni 3,7 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlari eksport qilindi. Tumanda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va xorijiy kreditlarni o'zlashtirish sohasida ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan birinchi chorakda 17,8 million dollar xorijiy investitsiya va kredit mablag'lari o'zlashtirildi. Yil yakunigacha 90 million dollarlik xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirish belgilangan.
Yana bir gap, tumanda aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, ishsiz aholini kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikka jalb etish borasida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning o'tgan davrida tumanda 6691 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bunda asosiy e'tibor sanoat, xizmat ko'rsatish, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida kichik va o'rta biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Kambag'al oilalarning daromadini oshirish, kambag'allikni chiqarish masalasi 1470 ta oilalarni 6745 ta oila a'zolarining daromadini oshirish belgilangan bo'lib, birinchi chorakda doimiy ishga joylashtirish hisobiga 515 ta oilani, tadbirkorlikka jalb qilish orqali 470 ta oilani, kambag'allarning daromadini oshirish hisobiga 235 ta, norasmiy faoliyat yuritayotgan legallashtirish hisobiga 162 ta, kasb-hunarga o'qitish orqali 88 ta belgilangan. Ushbu ko'rsatkich birinchi chorakda 759 ta oiladan 171 ta doimiy ishga joylashtirildi. Shundan 91 tasiga subsidiya berildi, 603 tasi tadbirkorlikka jalb qilindi, 58 nafar kambag'al oila fuqarolari kasb-hunarga o'qitildi. Bugun Oltinsoyda kuzatilayotgan bunday o'zgarishlar tumanning eng chekka qishloq va mahallalari hayotida ham yaqqol namoyon. Yangi ishlab chiqarish quvvatlari, infratuzilma loyihalari, aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlar odamlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlayapti.